Toshkent shahrida belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlagan fuqarolarga 1 milliarddan ortiq miqdorda jarima jazosi qo'llanildi. Nima uchun ko'chaga tashlagansiz chiqindilarni? Birinchi marta o'zi hozir shuga qo'yishimiz. Ko'p qavatli xonadonlarda yashovchi fuqarolar doimiy ravishda ko'chaga olib chiqib qo'yishadi deyapti. Yo'q, unaqa emas. Hozir o'zi shu bilan qo'yilgan. Har doim birdaniga musor kelgan amanbiga qo'yardik, musor olib ketardi o'zi. Musorchilar har kun yuradi-yu, ertalab olib ketishadi har kuni. Bu nimaga olib ketishmadi? Endi ertaroq olib ketib qolgan, biz keyin chiqarganmiz buni. Chiqindilarni olib ketuvchi mashinalar o'z vaqtida kelishyaptimi? E'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, o'z vaqtida kelishadi. O'shanga biz har kuni o'sbit qilib berib yuborardik, olib ketib qolardi. Endi orqaga qo'yib qo'yamiz endi unda. Sklatlar bormi? Sklatlar yopuvmi? Omborxonalar yopiq bo'ladigan bo'lsa, unda mumkin. Endi hozir o'shalarni hozir endi siz keryapsiz. Hozir endi orqaga olib borib qo'yaman, mashina kelgan pul olib chiqaman. Aynan mana shunday vaziyatlarda qanaqa chora ko'riladi qoidabuzarlarga nisbatan? Unaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Agar birinchi marta bo'ladigan bo'lsa, fuqarolarga ogohlantirish berib, bartaraf etiladi. Ayni daqiqalarda esa ko'chaga chiqindilarni olib chiqib qo'ygan fuqaroga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Navbatdagi manzilda esa ta'mirlash ishlarini olib borayotgan fuqaro chiqindilarni ko'chaga olib chiqib qo'yish holati aniqlandi. Inspektorlar tomonidan esa qoidabuzarga tegishli tushunchalar berilganidan so'ng, mana ko'rib turganingizdek, qoidabuzarlik bartaraf etildi. Umid opa, lavhamiz boshida 1 milliarddan ortiq miqdorda fuqarolar jarimaga tortilishgani haqida aytib o'tdik. Bu holatga qanaqa izoh berasiz? Toshkent shahar ekologiya boshqarmasining tuman inspektorlari tomonidan joriy yil boshidan hozirgi kunga qadar belgilanmagan joyga chiqindilarni tashlagan fuqarolarga nisbatan, ya'ni 2075 nafar fuqaroga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan va ularning umumiy miqdori 1 milliard 58 millionni tashkil etadi. Belgilanmagan joyga chiqindi tashlagan ekansiz. Qonunchiligimizda bu mumkin emas. Xabaringiz bo'lsa kerak. Hozir tadbir ketyapti, tadbirlari. Nima uchun ko'chaga chiqindilarni olib chiqib qo'ydingiz? Yo'q, bilmagan holatda chiqazib qo'yibmiz-da, endi buni uzrdik. Endi bundan keyin qaytarilmasa kerak, xudo xolasa. Aynan mana shu vaziyatda fuqaroga qanday jazo qo'llaniladi? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 91-moddasiga asosan belgilanmagan joyga chiqindi tashlagan uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Qancha miqdorda jarima qo'llaniladi? Fuqarolarga 3 baravardan 5 baravargacha. Ayni paytda esa qoidabuzarlik sodir etgan navbatdagi fuqaroga ham tushuntirish ishlari olib borilib, jarima jazosi qo'llanilmoqda. Shu o'rinda hurmatli fuqarolar, belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlamang, zero buning yakuni sizga anchagina qimmatga tushishi mumkin.